Odam Alloh Qur'onda men sizlarni dinlaringda qiynamaganman deydi. Sizlarga toqatlaringdan oshiq narsani yuklamaganman deydi-da. Biz o'zimizga o'zimiz endi yuklab olmasligimiz kerak. O'zimizga halol bo'lgan narsalarni harom qilib olmasligimiz kerak. Uyqu harom bas. Dam olish kerak inson. Faqat uyqumiz tufayli dunyo va din ishlari qolib ketmasligi kerak. Agar dunyo va din ishlari qolib ketsa, uyqumiz natijasida, ya'ni ibodatlar qazo bo'lsa, yoki xotin, dada, buva, xotin, bola, shu to'rtta shaxs bizga vojib bo'ladi, ta'minoti, iqtisodi, moddiyoti bizga vojib bo'ladi. Ya'ni dada buvaniki o'g'ilga, xotin bolaniki erga, dadaga, to'g'rimi? Bu degani bizmi? O'sha yerda o'tirgan bolalar o'g'il biz, biz, dada bizda. Deganim uyqumiz tufayli, bu degani uyquga berilib dangasaligimiz tufayli ibodatlar qazo bo'lsa, uydagi moddiyotda muammo bo'lib, svetga pul to'lamasin, svet yonmayotgan bo'lsa, uyda xarajat yo'q, qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, biling o'sha bola qorimi, imommi, mullami, ya'ni kim bor, hoji akami, u gunohkor bo'ladi u. U keyingi masalasi, u hoji akaliklari, qora akaliklari, domlaliklari u keyingi masala. Lekin bu yerdagi o'zlarining burchlarini bajarib qo'ysinlar.